Bismillahirrohmanirrohim. Mana qarang. Ya mashalloh. Bu ovqatni immunitetga juda ham boy, kollagenga boy. Mana ko'rgan bo'lsangiz, shunaqangi sabzavotlar chiqdi-da. Bu erkak kishi ovqat qilsa har doim shunaqa shirin, mazali chiqadi o'zi aslida. Har bitta erkak kishi oilasida ota-onasiga, ahli ayoliga, farzandlariga mana shunaqangi chiroyli qilib bir oyda bitta bo'lsa ham shunaqa ovqat qilib bersa borku, bu nur ustiga a'lo nur bo'lardi-da. Chunki mana bu yoqqa olib keling, bitta kadrni ko'ring. Mana shu xil bo'lib ketganda, o'sha qo'limda uzilib ketyapti borku. Mana qarang. Mashalloh, bu mana olivkivi yog'liga bo'lgan. Mana boyagi ruletlarimiz qarang, qanaqangi zo'r. Qilib sekin solamiz-da hozir. Mana go'shtlaridan bismillahirrohmanirrohim. Mana cho'rniy slivkalari, mana молодой kartoshkalari bilan mana qarang, ilik bo'lib ketgan, xil bo'lib borku. Mana qarang, voy, jonon bo'libdi borku, mana qarang. Mashalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Mana qarang. Bitta ezamiz. Fasol boru, juda ham yurak qon tomirlariga zo'r narsa-da. Fasolni ko'proq yeyish kerak. O'z doktorlar ham endokrinologlarga borsangiz shunaqa maslahatlar berishadi-da. Bu qoni foydada. Mana qarang, bismillahirrohmanirrohim. Voy, mana bu sendvichni dodasi bo'ldi. Hozir men sizlarga bitta ko'rsatib beraman. Mana shunaqa qilib yesanglarchi uyda, qani? Islom masini oling. Voy, mana qarang. Mana suvlarni qarang, sochniligini. Mashalloh. Bu legendarniy ovqat bo'lib ketdi. Agar mabodo uyda bunaqa ovqat o'xshata olmayman desanglar, bekosyoga bir kun oldin aytsanglar, xudo xolasa har doim xizmatinglardamiz. Shunaqa chiroyli taomlarimizni sizlarga yetkazib beramiz. Qani bekosyoga marhamat.